$46,500 Chilonzor 20-kvartaldan 2 xonali uyimiz sotuvga chiqib joylashgan joylarni ko'ring. Ilonota masjidi to'g'ri Chilonzor metroga chiqib ketiladi. Bu tomonda esa Shayx Hazratlarining masjidi. Taxminan 500 metr yursangiz Sobirahimov metroga chiqiladi. Mana shu 9 etajli domni 3-etajda joylashgan uyni bosamiz. Parkovkalar bemalol, domni ko'rinish. Liftlar ishlaydi. Mana shu xonadon. Uyga kirishimiz bilan shunaqa kengina xo'l, chap tomonda sanuzellar joylashgan. Alohida uyimiz 9 etajli galereyni domni 3-etajda joylashgan 2 xona 43 kvadratli uy. Bu yerda kattagina zali ekan, remontlari ham yaxshi holatda. Shuni kelasiz, yashaydigan holatdagi uy ekan. Bu videoni Chilonzordan arzonga uy izlab yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Bu yerda kuxnyasi yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yingiga. Bu yerda kengina bitta spalnisi joylashgan ekan. Mazza qilib yashaydigan uy. Uyimizni to'liq ma'lumotini opисaniyaga qo'yib qo'yamiz. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Telefoningizni kutamiz, bosing.